Qur'on o'qiyotganingizda ushbu kalima ikki xil yozilib kelganiga ko'zingiz tushgani aniq. Bittasi katta alif bilan mana bunday, ikkinchisi kichkina alif bilan mana bunday yozilgan. Nima uchun bunday yozilgan deb hayron bo'lgandirsiz. Xattotlar buni shunchaki qiziqishga yozib ketmagan. Buni tagida juda ham ko'p sirlar bor. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Hozir men bu sirlardan birini sizga aytib beraman. Bu kalima Qur'onda 12 ta o'rinda keladi. 9 tasida mana shunday kichkina alif bilan yozilgan bo'ladi. 3 tasida mana bunday katta alif bilan yozilgan bo'ladi. Bu kalima asosan Musa alayhisalom va Fir'avn haqidagi qissalarda keladi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhisalomni payg'ambarligini, nabiyligini inkor qilib, uni sehrgar deb, ya'ni sahir degan vaqtda mana shunday kichkina alif bilan yozilgan. Ana endi keyingi o'rinda Musa alayhisalomdan Alloh taolodan duo qilib berishlarini so'ragan vaqtlarida, ya'ni sahir deb murojaat qilishadi. Lekin bu joyda sahir kalimasi mana bunday katta alif bilan yoziladi. Bu yerda Musa alayhisalomni tahqirlash uchun emas, kamsitish uchun emas, balki unga hurmat qilib Alloh taolodan duo qilib berishlarini so'rab murojaat qilishyapti. Birgina alifni katta yozilishi yoki kichkina yozilishi insonni hurmat qilib gapiryaptimi yoki kamsitib gapiryaptimi bilib olishimiz mumkin ekan. Mana shu mavzu haqidagi ma'lumotlarni bir qanchasini yig'ib PDF shaklida Telegram sahifamga joylab qo'yganman. Profil shapkasida Telegram bor. Mana shu Telegram sahifamda PDF ni yuklab olib, bu ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying, bu videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.